Assalomu alaykum ammalaringizga yana bir bor. Bugun 25-mart 26-yil 4 ta 2,5 metrlik vellur baxmal ko'rpachalarimiz Avrastar qilingan holatda keldi. Lablubalarimiz noto'g'ri qilinganligi evaziga yopib ketishi uchun men ustiga bezakcha tikyapman. Mana lablubani noto'g'ri qurganlar. Mana bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Mana noto'g'ri qurilgan. Mana faqatgina bezakchasini qilib, paxtasini solib qavib beraman. Mana bitta apamiz tikish jarayonidan ko'rsating deganlar uchun ozgina video olish juda ham qiyin bitta qo'l bilan. Mana ko'rsatib o'taman. Mana bu mashinkamiz 250 xil tikadi. Kompyuterli mashinka. Mana bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Mana kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, har xil bezaklik qilib, dasturxon so'zandilarni ham girdiga urib, chiroyli qilib tikib tayyor qilib beraman. Lablubamiz ozgina noto'g'ri qurilgan. Bir xil ham qilinmagan, qalin, ingichka qilingan.